Bu videoni korobkasi qirqillab tushadigan o'rtog'inglar ko'rsin. Korobka qirqillab, to'g'rilasa ham yana 1-2 oydan keyin shunaqa bo'lib qoladiganlar ko'rsin. Bunga yechim topildi. Oddiy yechim, ko'rsanglar o'zinglar ham qiltasizlar, arzimagan narsa. Mana. Bu mexanizator, mana ko'rinyapti. Mana shu yedirilib ketgan. Bu ham eskisi, bu ham yedirilib ketgan. Mana bu yengisi, baqvat. Buni bu kuyga tushib qolish sababi qo'ysanglar ham yana ozgindan keyin shunaqa bo'lib qoladi. Nimaga desanglar, mana pastdagi fiksator, damas fiksatori ko'ryapsizlar, qulog'i katta chiqib turibdi. Tepasidagi matiz fiksatori pastga chiqib, umuman yo'lsa ham bo'ladi mana. Mana damas fiksatori pastda qulog'i ko'p chiqib turibdi. O'sha qulog'i mana mexanizator ko'proq kiradi, keyin safar u mexanizator ko'p xizmat qiladi. Bu fiksatorlar kattasi Damas'ga, shu Damas fiksatorini Matizga qo'yib yuborsanglar, mexanizator yillab, umr bo'yi xizmat qiladi xudo xolasa. Korobkalarda muammo bo'lmaydi. Bu videoni korobkasi qirqillab tushadigan o'rtog'inglarga otib qo'yinglar. Usti o'rtog'inglarga otib qo'yinglar, u ham shu yechimini topolmay qiynalib yurgan bo'ladi. Bu oddiy yechim. Endi anchadan bilardik, shuni ulashishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Podpiska, layklar ayamanglar, joninglar sog' bo'lsin. Podpiska bo'lib qo'ysanglar, kelajakda bundan da foydali kontentlar qilamiz. Sog' bo'linglar.